Assalomu alaykum. Xush kelibsiz kanalimga. Meni ismim Ra'no. Men Toshkentda turaman. Men o'zimning kanalimda to'quvchilik haqida, ko'pincha to'quvchilik haqida gaplashaman. Bugun mavzuyimiz qolgan narsalar to'qiymiz, shulardan qolgan iplardan nimalar to'qisa bo'ladi. Mana hozirgi shu kunga menda ancha iplarim qolgan. To'qigan kiyimlarimdan qolgan iplarim yig'ilib qolgan. Shuni ishlatib to'qib ishlatishdan oldin sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Nimalar shu iplardan nimalar to'qiyman. Undan tashqari bundan oldin ham yig'ilib qolgan iplarimdan nimalar to'qiganlarim haqida sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Rasmlar qo'yaman, chunki asosan to'qigan narsalarim o'zimda emas, kimlargadir sovg'a qilganman, kimlardir olib ketgan, kimlargadir berib yuborganman. Hozir masalan shu qolgan iplardan to'qigan narsalarimdan bittasi mana oxirgisi naski. Mana kichkina bolalarning naskisi, mana bitta dona, bittasi to'qilgan, ikkinchisi hali to'qilmagan. Shu qolgan iplardan har bitta ipdan qolgan qoldiq iplarni men tashlab yubormayman. Ishlataman, nimalardir to'qiyman, chunki bu iplar juda ham yaxshi, sostavlari yaxshi, tarkibi. Undan tashqari men har doim biron bir buyum to'qiganimda katta namunalar to'qiyman. Bu namunalarni ham keyin ishlatib yuboraman. To'qib bo'lganimdan keyin katta, kichkina har xil namunalar. Yana sizlarga aytmoqchimanki, qolgan iplarda mana ko'rib turibsizlar, boshimdagi mana shu bu ham qolgan iplardan to'qilgan. Bugun sizlarga kiyib mana ko'rsatyapman. Kelinglar, sizlarga hozir to'qigan koftamni ko'rsataman. Bu koftani men yig'ilib qolgan ko'kish, to'q rang iplardan to'qiganman. Och xovarangdan to'q ko'k rangacha bo'lgan hamma iplarni yig'ib, bu yerda mana ko'ryapsizlar, yashil ipam bor, seri kulrang ipam bor. Bor iplarimni olib, bular hammasi toza shers ip bo'lgan. Tepadan reglan qilib to'qishni boshlaganman. Uyda kiyib yuradigan jemper qilib to'qib, juda ham issiq, juda ham yengil jemper chiqdi. Ozgina yoqasiga yetmaganda ozgina bilur ipdan ham qo'shib yuborganman. Juda ham issiq, yengil kofta bo'lib chiqdi. Bir kun bizanikiga opamlar mehmonga kelganlarida bu koftani ko'rib juda ham yoqtirib qolib, olib ketdilar, kiyib yuribdilar. Juda ham issiq, juda ham yengil deb maqtadilar. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu naski bo'lib, iplarim bor edi. Bu naskini men ko'z deb nomladim. Paypog'i. Buni bor iplarimdan to'qiganimda ozgina qo'njini balandroq qilib to'qidim qishda kiyish uchun. Singlim iltimos qilganda, ular hovlida turishadi. O'shanga qo'njini balandroq qilib to'qiganimga ozgina ip yetmagani uchun o'sha iplarga moslab podbirать qilib o'sha qolgan iplardan to'quvdim. Juda ham chiroyli paypoq chiqdi deb o'ylayman. Uni singlimga berib yuborganman. Hovlida turishadi, maza qilib qishda kiydik deb maqtagan. Yaxshi, o'sha paytda rasmga olib qo'ygan ekanman. Mana sizlarga ko'rsatyapman. Keyingi qolgan iplardan to'qigan buyumim bu nimcha bo'lib, juda ham qalin pushtirang ipim bor edi. Ozgina nima to'qishi bilmasdan o'ylab nimcha to'qishga qaror qilganman. Bu nimcha taxminan shu SM razmerda bo'lib, S menimcha bo'lib, juda ham chiroyli chiqdi, qalingina bo'lib. Buni to'qib bitirganimdan keyin ishxonamdagi bitta kasbdoshimga sovg'a qilganman. U qiz nozikkina bo'lib, unga juda ham yarashdi. O'ylaymanki, yoqdi, xursand bo'ldi. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bu shoper deyishadi, yozgi sumka. Xalta desa ham bo'ladi. Menda ozgina paxta tolasidan iplar yig'ilib qolgandi. Salfetka to'qiyman deb o'yladimda, keyin ranglari juda ham menga yoqqani uchun, men yoqtirgan ranglarim bo'lgani uchun shu sumka shoper to'qidim. Yozi bilan tutdim, menga juda ham yoqdi. Katta ham emas, kichkina ham emas, ichiga bemalol hamma narsalar sig'adi. Jinsilar bilan kiyib, oq futbolkalar bilan kiyib juda ham chiroyli tutganingizda ko'rinadi. O'zimga juda ham yoqdi.
keyingi to'qigan buyumim bu kichkina 1,5-2 yosh bolalarni nimchasi bo'lib, bu iplar ham menda bu qalinroq iplar. Ozgina ipim yig'ilib qolganda nima to'qishni bilmasdan o'ylab taxminiy to'qishni boshladim pastdan tepaga qarab. Shunaqa kichkina qiz bolalarni nimchasi chiqdi, qalingina bo'lib chiqdi. Buni ham ishxonamda bitta kasbdoshimning qiziga sovg'a qildim. Juda ham xursand bo'ldi. Faqatgina qiz emas, o'g'limga ham kiydirdim deb menga aytdi. Xursandman yoqqanidan. Bekorga ham ipli yotgandan ko'ra, undan kerakli narsalar to'qib kiyib yurgan menimcha to'g'riroq bo'ladi. Keyingi buyumimizga kelsak, bu menda Xitoy iplari. Kimdir menga shu iplarni beruvdi, bir narsa to'qirsiz deb. Adashmasam opamlar bo'lsa kerak. Ozgina yo u yoqmas, yo bu yoqmas bu turuvdi, nima to'qishni bilmayotgandim. Buni tarkibida menimcha shirsi yo'q, no juda ham yumshoq ip bo'lgani uchun bir kun uyimga navaram kelganda, navara qizim shu ipni yoqtirib qoldi-da, shundan menga ko'ylak to'qib bering dedi. Bog'chaga kiyaman dedi. Shu bor ipimni to'qiganimda shunaqa nejniy oq saru ko'ylak chiqdi. Navaram olib ketdi, xursand bo'lib. Shu oxirigacha to'qib shu ko'ylakga yetdik. Shu bir 5-6 yashar qizlarning ko'ylagi chiqdi. Keyingisini ko'rsataman. Buni men qolgan iplardan to'qimaganman. Oldinlari trikotaj kiyimlar bo'lardi. Oq bilan pushtirang koftamiz bo'lgan. O'shani so'kib, ipi yaxshi bo'lgani uchun qayta to'qib, unga keladigan jumper to'qiganman. Uyda ko'proq kiyiladi. Buni ham uyga opamlarga berib yuborganman. Kiyib yurishadi. Hovlida issiqqina yengil kofta chiqqan. Keyingi kardiganimiz, buni hamma nima desa bo'ladi? Hamma pushtiranglarimni yig'ib to'qilgan kardigan. Bu kardigan ham issiq, qalin, uzungina chiqdi. O'zi birinchi boshida ozgina pushtirang ipimdan janimga narsa to'qimoqchi bo'lganman. Kichkina 5 yashar janim bor edi. Keyin o'ylab hamma iplarni yiqqanman-da, hamma shu pushtirangga yaqin bo'lgan. Hamma ipdan shunaqa katta, uzun, qalin kardigan chiqqan. Buni sinimga berib yuborganman. Sinim mazza qilib hovlida kiyadi, issiqqina dedi. Juda ham mamnun. Bu ko'rib turganingiz, buni palto desa ham bo'ladi, kofta desa ham bo'ladi. Bu ham qolgan iplardan to'qilgan. Menimcha bittagina ip kulrang, ikkita sariq ipim bo'lgan. Magazinga kirganimda o'sha yerda shu 3tagina ip bo'lganda, juda ham yoqqani uchun sotib olganman, nima o'qishni bilmasdan. Keyin bir 6-7 yashar qizlarning paltosi chiqqan. Palto kofta, kardigan desa ham bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqdi. Janimga juda ham yoqdi. Maza qilib kiydi. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu kruglaya koketka deyiladi. Ozgina oq ipim bor edi, qizil ipim bor edi. To'la to'kis koftaga yetmasdi. Shuning uchun kruglaya koketka uslubida bo'ynidan pastga qarab to'qishni boshlaganman. Shu ipim qolmaguncha to'qiganimda taxminan SM razmer sviter kofta chiqdi. Buni yenglariga, epasiga bukle uzorini to'qiganman yoki reys deyishadi, bukle deyishadi, putinka deyishadi. Bu sviter kofta ham juda ham chiroyli, yorqin bo'lib chiqib, buni bitta yaqin qo'shnimning qiziga sovg'a qilganman. O'zi qo'shnimga beruvdim. Qiz olib qo'yib kiyibdi. Rosa yoqib xursand bo'libdi. Maza qilib kiyib yuribdi. Uni qizi taxminan 12 yosh qiz bo'lsa, oversize unga bo'lgan, chiroyli chiqdi. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu nimchami, men ko'rsatganman sizlarga. Bu ham qolgan ipdan to'qilgan. Ozgina ipim bor edi. Nima to'qishni bilmasdan nimcha to'qiganman. Buni ham pastdan tepaga qarab to'qib, o'sha ipim qolmaguncha to'qilgan. Bu ham issiqqina, toza shirsdan to'qilgan. Yengil. Men buni asosan uyda kiyib yuraman. Ko'ylaklar,
yoki tunikalarni ustidan kiyib olaman, issiqqina maza qilib yuraman. Isib ham ketmaysiz, sovuq ham yemaysiz. Xuddi sizni xuddi ustingizga ro'mol yopilgandek issiq ushlaydi. Buni rangi o'zimga yoqadi. Buni ham bir taxminan 3 sezondan beri kiyaman, adashmasam agar. Shu bilan bugun sizlarga bularni ko'rsatishimdan maqsad, balkim sizlar ham iplaringiz bo'lsa, sizlarga nima desam ekan, podskaska deyiladimi? Sizlarga bularni ko'rsatishimdan maqsad, balkim sizlarga ham yoqar, balkim sizlar ham xuddi shunaqa narsalar balkim ko'rib ideya bo'ladi sizlarga, to'qaysizlar degan maqsadda ko'rsatdim. Qolgan iplarni ham tashlab yubormasdan bir narsalar to'qisa bo'ladi. Men endi qolgan iplarimdan boshida ko'rsatganman, ulardan o'zimga plet to'qimoqchiman. Ikkita-uchta plet to'qiganman, ularni rasmini olmaganman, chunki men oldin YouTube kanalni yuritaman deb o'ylamaganman-da, sovg'a qilib yuborganman. Rasmga olmagan ekanman. Shuning uchun bundan buyog'iga endi o'sha sizlarga ko'rsatgan iplarimdan plet to'qish o'zimga to'qimoqchiman. To'qish jarayonini xudo xolasa ozgina ko'rsatib boraman, chunki plet tez to'qilmaydi, bilasizlar. Unga alohida vaqt ajratmasdan ozgina to'qib, sekin bitirib qo'yish niyatiman. Shu bilan bu qisqa videomni yakunlayman. Kanalimga kelgan yilidan xursandman. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.